Assalamu alaykum. Kitap o'qishman beri avlodlar tor betiga xush keldingiz. Hozir anglaydig'ingiz hikoya Burut majrasi. Avtori Mamtimin Hoshur. Mikrofon oldida Nuriya Rahman. Yakshanba kuni bozor aylanib kelmoqchi bo'lib, ko'chaga chiqib edim. Kimdir biri arqamdan do'lamga shapilaqladi. Burilib, esil kostyum kiyib, qora ko'zoynak taqagan bir kishining menga qarab kulib, qo'l uzatib turganligini ko'rdim. Yaxshimisiz? Siz bilan ko'rishganligim uchun o'zimni intayin baxtli his qilaman. Rahmat, deb qo'lini siqdim. Rahmatingizga erishganligim uchun yana bir qitim tashakkurimni aytishga ruxsat qilg'aysiz. Bu kim bo'lg'aydi? deb hayronlik qoldim. Ko'zoynagini elib etib edi, esimga keldi. Ha, siz zeliqi hikoyaning. Shundoq, futib oldingiz. Zehningizga ofrin. Sizga Sarong degan hikoyani olib bergan kishi dal men bo'laman. Kiyim kechkingiz, gap so'zlaringiz o'zgarib ketibdi-ku. To'nimay qolg'ili tasli qaptiman. Men sizga degandim-ku, zamon o'zgaryapti. O'tganda men sizninkiga kiyib borgan heliqi chapinimni hozir xotinim non yoqqanda kiyib yuradi. Yozgan asrimning jurnalga besilganini ko'ribla, mana bu kostyum burilkini setib oldim. Chet elning shlapisidan bir nedamsiz? Odamning beshida go'rshini dumko'mtirib qo'ygandek turadigan u nima bilan faqatla xushim yo'qdan-a? Odamlar uni yarashqonligidan kiyib yurdi demsiz? Men sizga aytay, chet elliklar heligu shlap ekan, beshiga shapaqni kiyib kelgan bo'lsa-mu, qaranglar, bir obdan yarashidi ekan, ha? Necha vaqtdan beri nemishqa kiymagandimiz deb shunimi kiyib oldiganlar chiqadi. Sap solgansiz, ba'zilar hozir to'y to'kinlardimi taboqqa poloni ozroq oshirib qo'yishnimi madaniyat deb biladigan bo'lib ketdi. Haras angladingizmi? Yaponlar sinoq qilib otgan bir bomba osmonga chiqib ketib, texi tushmayotgandek. Shunga havo isib ketib boramdikin deyman. Qarang, 2-oy kirmayla illiq shamol chiqayotganligini. Bozor cho'rgilab yurguncha malingizda laglak chiqarsangiz bo'lmamdi. Sarangning avtori ana shundoq tag'dan so'ziga turdi. O'tgan kashkanlar nima deb qilyapti ekan deb atrofimga qarab qo'ydim. Xudoya shukri, hech kim bizning gap so'zlarimizga diqqat qilmabdi. Pulni topshirib oldingizmi? dedim uning so'zini bo'lib. Ha, topshirib oldim. Bekorlar avatibsiz. Asarni o'zingizning nomida e'lon qilgandan keyin qalam haqqini bahuzur xajlavergan bo'lsangiz bo'ladi. Hikoyamni o'qib, qanchalik xo'sh bo'lganligimni demamsiz? Shu xo'shalligimda yana bir hikoya yozib etdim. Shundoq qilib, men bu bir yozuvchi bo'lib qolamanmi qandoq? Yozuvchi deganlarning ba'zilari xiyoliga kelganini to'qib, o'quvchini yalonqat yipda uchirib o'ynaydigan nimalarmikin deyman. Bu muhilqi zot atmay so'zlaversa, choqchoqchi bo'lib qolgandekli bir gapdami? U shundoq ma'nisi cho'nqur, tushuniksiz gaplarni qilganicha qo'ynidan bir tutam originalni elib qo'limga tutqizib qo'ydi. Heliqi tukurik to'g'risidagi asringizmi nima? Ha, u gaplarmi esingizdan chiqmabdi, ha? Unimi yezib qolarman. Buningdikisi boshqa gap. U burilib mangdida 1-2 qadam bosmayla yana orqaga qarab. Heliqi kelishkinimiz bo'yicha bunimi o'z nomingizda haydavering. Debla kishilar orasiga kirib g'oyib bo'ldi. Ko'cha aralashdan rayim yaltiyib uyga qaytib keldim. Yalg'iz kishilik sapayimda o'ldirib, onun bu yangi hikoyasini o'qishga boshladim. Burut qo'yganlarni tizimlayotgandek deb anglab,
hayron bo'lib qoldim. Nopus xatlaganni, mahallada savodsizlarni, axlat bulu to'lmaganlarni tizimlaganni ko'rgan. Mo'shu yoshga kirib, burut qo'yganlarni tizimlaganni anglabmı baxmabdi ekanman. To'g'ri, heliqi bir yillarda soqol burutlarni qo'ychilgandek ishlar bo'lib edi. Yana shundoq bir falokat yuz berdimi ya? Turupla o'z-o'zimdan andishiga tushib qoldim. Ko'chaga chiqsam, mahallamizning qo'qdash hayiti Umarjon kelayotgan ekan. Nemali bo'lsin bir so'rab baqay deb oldiga berib salomlashdim. Umarjon, buruti barlarni tizimlayotgudek deb angladim. Rostmi? Umarjon to'xtab, menga toza bir qarab etdi-da, balki sizlar qachonning yanqi burut qo'yib olgandinglar? deb hayron bo'ldi. Birər yilchi bo'lib qoldi. Qaramamsizlar, bizning heliqi cho'ng o'g'il Ahmadjon qilgan ishining tayini yo'q. Haliga baxmay burut qo'yib olib, meni xijil qilib qo'ydi. Bola burut qo'ygandan keyin oti bo'lgan odam tap-taqir yursak, bir qismi turadi ekan. Mundaqdanlar deb atrofiga qarab pichirladi u. Sizlarning mavu burutinlig'i ancha gumonlanib ketgudek burut emasken? 3-4 kunning oldida muni bozorda sizlarga o'xshaydigan igiz bo'y shap burutdan birsi ko'p kunduzlab pichoq ko'tarib odam bo'g'izlamoqchi bo'lgan o'xshaydi. Hozir bozor boshliqining o'zi bu ishni tekshiryapti. Umarjon shundoq uchur beribla o'tib ketdi. Bu gapni anglab cho'chib ketdim. Bo'yimning egizligi beshimga bola bo'lamdi qandoq. Umarjonning silining burtunlig'i ancha gumonlanib ketgudek burut emaskan deginiga qaraganda, Xudoga shukri, heliqi qotilga bo'yim o'xshagan bilan burutim o'xshamagan bo'lsa kerak. Shop burut degini qandoq burut bo'lg'aydi? Burunlarda havasga burut qo'yib, burutning ikki uchini quliqiga yo'g'ib oladiganlar bo'ladigan deb anglab edim. Shop burut degini shunda qadam bo'lsa kerak. Burutimni silab qo'ydim. Har holda mening burutim yo'qning o'rnidagi ko'tmak burutlardan edi. Azroq xotirjam bo'lib, o'yliga qaytib kirdim. Peshayvonda ingishib turib, oyog'ini maylayotgan o'g'limni ko'rib, yana arvoyim o'rladi. Uning burutining muncha bola yo'qolligini bir uyda turib, nemishqa bayqamagandiman? Ahmadjon, men bir qarag'ina. Nima? deb men tarafga qaradi u. Xudoga amonat, o'g'limning yuqorqi kolpikining ustida xuddi kichikroq bir yoqiliqni bekitib qo'ygandek quyuq qop-qora bir parcha burut esilib turadi. Mundaq burutni qo'yib berdigan bo'lsa, 4 kundalik quloqqa yetadi-da. Ovu nimangni bugunli yo'qot. Nimani deysan? Burtungni deyman. Mening burtum nimaga taqashdi dada? Seningmi burtung borgu? Hozir hamma kishi quruq gapni qo'y. Hozir ikkimiz satrashxonaga berib, bu balo qazani yo'q qilamiz. Angladingmi? Mangu mayli. O'g'limga burtini olg'izish xuddi uningga kollasini olg'izmoqchi bo'lgandek ig'ir keldi. Bu yerga kelganda otaliq huquqimni oyimay ishlatdim. Hech bo'lmaganda bir rasmga tushib olay deginiga qo'ymay, haydab opirib, kolpikining ustidagi heliqi yoqiliqni olg'izib etdim. Ota-bola ikkimiz tumshuqimizni cho'psa solgan buqqidek porqiratib, satrashning o'rindiqidan qopdik. Aynak qarab qilgan ishimdan mamnun bo'ldim. Ismoil satrash bergan pulimni elib turib, "Tova deyman. Ota-bola ikkinglarni qo'shganda bugun satrashxonaga kelib burtini oldirib etganlar 20 dan eshib ketdi" deb menga qarab sirliq hijib qo'ydi. Bu satrash menga o'xshash tizimlanib qilishdan qo'rqib burtini olg'izib etganlarni poylab yuramdi qandoq?
деген bir gumon ko'nglimdan kechdi. O'ylag'animdek bo'ldi. Kechda uyga kelib, emdila bir yutum choyni o'tlab turib edim, o'yladan birsining chaqirgan ovozi anglandi. Derazadan qarsam, darvoza oldida qo'g'dash hayiti Umarjon turibdi. Aldirab oldiga chiqdim. "Burut qani?" dedi u abdimga qarab. "Sizlardan heliqi gapni anglab, berib tushirgizib etdim. Sizlar nimanda xuduki bar odamdek ish qilib yurdigansizlar?" dedi u terikkandek bo'lib. "Burutinglarni oldirib etkininglar bozor boshliqining qo'liqiga yetibdi. Sizlarni ati atdiganda bozorliq hukumat idorasiga bir kelsin deydi." Yangi kelgan bozor boshliqini noyta achchig'i yomon odam deb anglab edim. Qo'g'dash hayitining xabari aromimni buzdi. Kechki tomoqimni yepla o'zimni o'ringa tashlab xiyolga patdim. Ayolim qochqumushni yig'ishtirib etib, duglakli olgan to'shik yeplari bilan uzun begizlarini ilib, udulimga kelib o'ltirdi. U popayk to'qishga noyta usta edi. Bekar bo'lib qolsala, buzilgan, ko'nirgan yung kiyimlarni chuvib, boshqadan to'qish bilan malika bo'ladi. Qo'liga begiz chiqishi bilan og'zimi tang gapga keladi. Gap to'xtab qolsa, qo'limi to'xtab qoladi. "Ata bola ikkinglar nima bo'ldinglar?" dedi u to'qishni boshlab. "Nima bo'ptimiz? Burut qo'yib, taraqshib ketib edinglar. Bugun berib, tangli yo'q qilib kepsizlar-ku." Yuragi ojiz bu xotinga rost gapni aytqim kelmay, "Burut deganni bir qitim olg'izib atganga yo'q bo'lib ketadigan narsa deb edingmi? Qo'yg'imiz kelsa, yana 10 kunga qolmayla o'sib tayyor bo'ladi" deb qo'ydi. Shuning bilan ayolim "Palonchining bolasi bu yilmi imtihondan o'tolmabdi-dek, qarang, palonichi zot atmay o'zini meningdan 2 yosh kichik deb yurgidek, pustonichi yana eridan ajrashib ketibdi" degandek o'zining ushoq gaplariga tushib ketdi. Quloqimga uning birim eg'iz gapi kirmaydi. Ko'zimga uning to'xtamay midirlayotgan qalpuklari qandaqdir bir muzikani o'rindayotgandek. Qo'lidagi begizlar bo'lsa, shu muzikaga keltirib, usulga tushib ketgandek ko'ringili turdi. Umarjon aytgan shapburut nima deb odam bo'g'izlamoqchi bo'ladi ekan? Bir burutliq ish terisa, hamma burutliqlarni tizimlaydigan bu qandaq tekshirishdi. Menmi nima deb burutimni olmon-talmon tushirgizib etib yurgandimi? Qerishqandek heliq shapburutning bo'yining menga o'xshash egiz bo'lib qolganini qaramamdigan. Shundoq qadarmash xiyollar bilan tun yerimigacha uxlay olmadim. Saharga yaqin dahshatlik bir tush ko'rib, qo'rqinimdan varqirab atgan bo'lsam kerak, ayolim meni turtib uyg'otib atdi. "Hoy, ko'zingizni iching, ko'zingizni." Ko'zimni ochsam, tong yorib ketibdi. "Nima bo'lding?" dedim beshimda hayron bo'lib qarab turgan ayolimga. "Hoy, o'zingiz nima bo'ldingiz?" "Men nima bo'ptiman?" "Nimancha varqiraysiz?" Tushakka varqiragan o'xshamamdiman. Yotqanni qayrib etib, karavatga putimni sangiltib o'ltirib, ko'rgan tushimni esimga oldim. Tova, odam degan g'alati nimalarni tushaydi, ha? Nima tushyapsiz? Tushimda ikkimiz mushu karvatda o'ltirg'udakmiz. Sen ha deb bir nima to'qiyotg'udaksan. Nima qilyapsan deb so'rsam, sizning ko'n popaykingizni chuvg'antim, shuni bolalarga aplab bir nima qilib beraymikin deyman debsan. Men o'ylanib turib ketib, xushal bo'lib ketibdiman-da, menimi chuvib boshqadan to'qib baqsam bo'lmamdi debdidakman. Kulma, rost shundoq debdiman. Sen shundoq qilsamg'u bo'ladi, biroq chuvibli qo'ygandan keyin ba'zi uzilgan, buzilgan yerlarimiz chiqadi.
Qayta to'qiganda burunqidan kichiklab ketisiz debsan. Men kichiklab ketsam teximi yaxshi, sotug'onga ketay xotun, meni hozirla chuvib, tong otqicha bo'lakdan to'qib etsan deb yolvuribdiman. Sen ma'qul deb karvatga meni qip-yalang'och qilib, so'zildirib yotqizib, putimning barmoqlaridan boshlab chuvig'ili turibsan. Badanimning chuvilayotgan yerlarda biri meni yenik g'idiqlayotgandek sezim hosil bo'ptidek. Qilchi azob his qilmay, nihoyat huzurlanib yetibdidekman. Chuvilib, qonimga kelganda yeping bir yeri chigilib qilib, bo'g'ilib qoptidekman. Sen her qancha varqirsammi anglamay, yipni totivergudeksan. Dam ololmay, o'zimni her tarafga urib, ko'zimni ochsam tushim. Sen yenimda o'yri turibsan. Ayolim bu gaplarni anglab kulib, teliqib qoldi. Kuladigan nimasi bor? Bu degan tush. Hey, sarang bo'ldingizmi? Odamni qandoq chuvib to'qqiqili bo'ladi? Qo'pinga, o'rin ko'rplarni yig'ib etay, dedi u. Shu chaqda esimga bozorliq hukumat idorasiga boradigan ishim keldi-da, aldirab kiyindim. Bozorliq hukumat ishxonasidagi yo'g'on ustalda qo'g'dash hay'ati Umarjon bilan yana bir kelangsiz samaragan kishi kitirlatib bir nimalarni yezib etibdi. Ishikning yeniga qo'yilgan uzun bandangda tazimi pakar bir odam o'ltiribdi. Mundoq pakarlarni chuvib boshqadan to'qiydigan bo'lsa, hech nimada chiqmaydi-ku deyman, deb o'yildim-da, sal neriroq surlinglar og'ina, deb uning yeniga qistaldim. Bu bizning bozorliq hukumatga yangidan tayinlanib kelgan bozor boshlig'i bo'ladi, deb tonishtirdi Umarjon heliqi semiz zotni. Sizlardan ba'zi ishlarni aniqlamoqchi bo'lib chaqirtgan. Bozor boshlig'i menga ko'zining quyruqida qarab qo'yib, "Qani so'zlayvering", deb buyruq qildi yenimda o'ltirgan pakar og'iniga. Pakar og'ini bayotin beri ahvol tonishtirayotgan bo'lsa kerak, so'zini davom qildi. 4-5 kunning oldidagi ish deyman, dedi u. Ha, to'g'ri. Shu kuni yakshanba edi. Men go'shposh olay deb bozorga chiqib edim. Bir chog'da varang-churung bo'lib ketdi. Qarsam, avtobus bekitiga yaqin yerda 3 yosh bir kishini orag'i elib dumbalig'ili turibdi. Tayoq yegichi uchiga tang kelolmaydiganligiga ko'zi yetdimi, sharttida qilib yenidan pichoq chiqardi. Parqirab turgan pichoqni hammaylar ko'rdik. Atrofda qiqas cho'qan chiqib ketdi. Saysetayotgan xotullar qo'rqinidan chirqirib etishdi. Shu orada qandoq bo'ldi? Orqadan kelgan biri chaqqonlik bilan uning qo'lidagi pichoqni tortib oldi. U yana bir pichoqni chiqardi. Yana bir aylan u pichoqni yulib elib ko'rib etdi. Uning qo'lida teximi yo'g'on bir pichoq paydo bo'ldi. Shuning bilan bozor ichida qash-qash bo'lib ketdi. Men mi qaçdım? Ko'rganlarim ana shu. Ya Allah, nimadoq chiqib pichoq bu? Shuncha vala pichoqni u o'g'ri narigimi isib yurgan bo'lg'aydi? deb yoqamni tutdim. Bozor boshlig'i beshini ko'tarib, pichoq ko'targanning taq-turqi qandoqroq deb so'radi. Esimda qolmabdi, ish qilib burutliq, egiz odamda qilgan. Boyning egizdeki mavo yeningizda o'ltirgan odamga o'xshamdi. Yurakim qartdada qilib qoldi. Pakar og'ini beshimdan oyog'imgacha bir qarab qo'yib, "Yaq, bu kishidinmi egizrakmikin deyman", dedi. Deb yenik bir tindim. Pakar og'ini ko'zimga xeyli issiq ko'rinib qoldi. Uni chuvimisin bo'lg'idek deb o'yladim. Bozor boshlig'i uning so'zidan toza qanoat hosil qilmagan bo'lsa kerak. Bo'ladi, hozircha qaytib berib, obdan o'ylanib, shu kuni bozorda ko'rganlaringizni, heliqi pichoqning chiroy shaklini tafsili yezib, atigacha bizga akilib berarsiz,
dedi. Bakar ağine çıkıp ketdi. Әмді базар башлықының көзі маңа тикелді. Хош, dedi o bir dal tamak tutaştırıp turup. Burut ne, nimandaq aldıraplı çürüp ettinla? Ömercan'dın burutluqlarını tızımlavatqanlıqını anlap qorqып ketkenlikimni aytmoqchidim. Tilimning uchiga kelib qolgan bu gapni kuchab, bo'g'izimga yutib, yalg'andan birini to'qidim. Bizning qulum qo'shnilarning mijozini siz bilmaysiz. Ma Ömercan taza obdan beladi, dedim. Birarsi yaxshiroq bir narsa setib olsa, obdanroq bir kiyim kiysa, ish qilib, azg'ini bir yengroq bo'lganini ko'rsala, yuyimiz deb 10-20 tanga xajlatmay qo'ymaydi. Yaqindan beri ular "Pah, muni burut sizlarga ajabmi yarishibdi. Burutning chayini qachon ichimiz? Sizlarni bir obdan yumsaq zag'aldi bo'lmaydi" deb men yepishib elishdi. Ish ovqatning yo'qida qarab turib, bir munch pulning ko'ziga yog'och quymay deb tönögün İsmail Satrashninkiga berib, pak qirdirib etdim dana. Bazar boshliqi tamakisining kulini qiqib, ko'zimga qarab turib ketdi. Bazardagi voqeani angladingiz? Mening zodi aqlim yetmayotdi. Bozordagi voqea bilan mening burtimning zodi nima munosabati bor? Bilamsiz, deb ustalni paqqada birini urib, o'rnidan turib ketdi bazar boshliqi. Buruti borlarning yanada cho'qim pichiqi bo'lmay qolmaydi. Ajab, burunma emas, keyinmi emas, dal biz burtuqlarni tizimlaymiz deb atgan chaqda sizning burtingizni qirdirib etish xiyolingizga kelib qopti, ha? Ish undaqa emas. O'tgan yakshanba bozorda bo'lgan voqeani siz oddiy bir mojro deb qaramsiz? Yo'q, masalaga undaq yuza qarg'ili bo'lmaydi. Shu kuni herqi yo'g'on burut bozordagilarni pichoq ko'tarib qo'g'lab qechib chiqib ketganda, shu yerga bir so'mkisi tushib qolgan ekan. Akilib tekshirsak, ishchidan 30-40 pichoq chiqdi. U pichoq yasab sotadigan pichoqchi o'xshamamdi? Gepimni bo'lmang. Temirchining yangi soqqan pichoqlarining qandoq bo'ladiganligini biz sizdan obdan beramiz. Herqi burutliqning so'mkisidan chiqqan pichoqlarning hammasi bir-biridan yo'g'on, tutilgan pichoqlar. Xo'sh, siz bu ishni qandoq tushundirsiz? Sizcha u burutliq shuncha pichoqni segirgirlik qilg'ili yoki qiziqchilik ko'rsatgili ko'tarib yurganmidi? Mushu turgan o'rnimizning tarixidan balkim xabaringlar yo'qdir. Bir tarixchi og'inamning so'zlab berishicha, necha ming yilning oldida Iskandar degan birsi o'zining lashkarlarini boshlab, dunyoning hamma yerlarini bo'ysundirib, mushu joyga kelganda bir to'p pichoqchilarga yo'liqib, olg'a bosolmay chekinib ketgan ekan. U pichoqchilarning har biri yeniga necha o'ndan pichoqni esib oladi ekan. Qaramay atqan pichoqlarımı kelib atqan har qanday odamning naq ikki qishining o'ttirsig'i sonchilib, orqasiga ushirib etadi ekan. Necha 100 yilning oldida Chingizxon qaroqchilari bu yerdan o'tganda, yana shundoq sonsiz pichoqchilar ularning sepiga qo'shilib g'arbga mang'an ekan. Bugunga kelganda aramizda yana shundoq pichoqchilar bosh ko'tarib chiqib atqandek qiladi. Ularni bir palokat termaydi deb kim aytalaydi? Qaytib berib, burtingizni qachon qo'yganligingizni, nima sababdan tushirib atganligingizni, burutlaringizning shakli deganim tomburutmi, bomburutmi, shapburutmi, simburutmi, hammasini aniq yezib, atidan qoldirmay bizga topshiring. Bozorliq hukumat idorasidan xuddi birsi meni cho'rgilitib qo'yib bergandek, beshim gangirab yenib chiqdim. Uyga kelib qo'limni ishqi bormadi. Rost degandek, heliqi burutliq so'mkisiga 30-40 pichoqni selib olib, nemishqa odam qo'g'lab yurgan bo'lg'aydi. Iskandar, Chingizxon deganlar to'g'risida ancha-muncha anglagan,
neçe yüzyıllarning oldida o'tgan bu podshohlar bilan bugungi pichoqchining urug' tuqqan chiqib qolgani qiziq. Uning ustiga bu ishqa meningmi chetilib qolganimchu? Kechda qog'i puti xatlarim bilan burtimning tug'ilgandan tortib o'lguchi bo'lgan qisqacha tarixini yozishga o'ltirdim. Ayolim beshimga kelib qarab, "Bu 1-2 kundan buyon sizga soati nima bo'ldi?" dedi. "Nima bo'pti?" "Birdan berib burtingizni tushirib etib kelasiz, birdan hukumat idorasiga yuguraysiz. Bugun kechgacha qo'ygan tutqiningizni bilmay pirqirabda yurdingiz. Mana endi tekshirish yezishga o'ltiribsiz." "Tekshirish emas, o'n vaqti. Burtimning tarixini yozyapman." "Burtimning tarixini?" Ayolim menga chekchib qarabla qoldi. U cho'qim meni oljib qopdi deb o'yladi deyman. "Bu degan siyosat, xotin haq ardishadigan ish emas" deb varqiradim uningga. "Mang yugur, o'zingning qozon qo'michingni bil." Shu kecha yana qo'rqinchli bir tush ko'rib uyg'onib ketdim. Chiroqni yondirib, ko'rgan tushimni eslashga tirishib, yana bir hazo o'ltirib ketdim. Ayolim uyg'onib, "Yana nima bo'ldingiz?" dedi. Qarab esibdi. Qaramamsan, chiliq-chiliq targa cho'mib ketganimni. "Yana g'alati bir nimalarni tushgan o'xshamamsiz?" "G'alati bo'lganda qandoq demamsan?" Tushimda uxlayotgandekman. Qo'liqimga bir nimalarning guldirligan, taraqlagan ovozi anglangudek. Mengib ketayotgan harbining ustida uxlab qopdidekman debdiman. Guldirligan ovoz borg'on seri kuchayib, tugmanning ichiga sharqirab so'kirgila turibdi. Bir chaqda qarsam, tugmanning ichida emas, kir olg'uning ichida pirqirayotgandekman. Shuncha varqirsam ovozimni hech kim anglamagadek, tepchaklagan seri mozg'abning ichiga cho'kib ketib borgudekman. Ming taslikda ko'zimni ochsam, uyning ichi qop-qorong'i turibdi. Qo'rqinimdan chiroqni yondirib oldim. Heliqi kir olg'uning taroq ovozi hozirmi quloqimga anglanib turdi. Atsi nayt harg'in holda o'rnimdan turdim. Beshim helimi pirqirgandakla bo'lib qiyibli turadi. Tushga yaqin burtimning tarixi yozilgan qog'ozini ko'tarib bozorliq hukumatga bordim. Idoraning ishida burut mojarosi bilan chaqirtilgan yana bir qancha elan so'roq qilinayotgan ekan. Ishkirga kirishga betin olmay, qo'limdagi qog'ozni bo'sug'ida turibla sunib berdim. Idoradan chiqib, udul bozor tarafga ketib qopdiman. Bozorni orlab mangdim. Ko'zimga hammali yerda pichoq bilan burt ko'ringandek qiladi. Buni burtliq qassobning qo'lidagi pichoqning haybatligiga qaramamdigan. Heliqi burtliqning so'mkisidan chiqqan pichoqlarmi mushundoq tirik jonning qinini eqitadigan nimalar bo'lsa kerak. Bu tavuschining qilishdek uzun, agri pichoqi cho'tehi. Har qandoq bo'lsa-mu, undoq uzun pichoqlardan 30-40 ni bir so'mkaga sig'dirg'ili bo'lmas. Mav yoyibchilarning oldida turgan pichoqlarchu. Bu yerdan donliq yingsar pichoqlardan tortib, sepaga har xil ko'zlarni qo'yib naqshlavatgan Qashqar pichoqlari, ikki bisliq xanjarlar, to'mir g'ilapliq Mo'ng'ul pichoqlari, ishki o'lkalarning turli qo'ng'iroqlari, yerlik ustalar so'qqan xilma-xil qalamtirashlargacha tig'liq asboblarning hamma turini topqili bo'ladi. Ilm berim qilishayotganlarning ko'pinchisi burutsiz edi. Har qachon ularning ichida chondurmay burtini qirdirayotganlardan xeyli bor. Agar bu burutsiz pichoqchilarga bozor boshliqi aytgan heliqi burutliq pichoqchilarni qo'shsak, haqiqatan bir cho'ng xavfga aylanadi. Ko'zimga alarman satarmanlarning varang churungi bilan guldirlab turgan bu bozormi yo'g'an kir olg'uning ichida to'xtamay pirqirayotgandek ko'rindi. Har qachon bozor boshliqi uzoq o'tmay bu bozorni chuvib,
башқыдын тоқиды құдаймен, деп ойлап қалды. Шыныңдың башлап, дәкке-дөкі ішіде тала түзігімі чықмедім. Бір әрсінің базарыны чуып тоқып атқаллыққа тоғырсыдекі хабарымы аңлымедім. Арадан 2 айчы вақыт өтті мекен, бір күні ғайрат қылып, көчіғі чықып, содылықымны пүтіріп, өйге қайтып келіп ассам, алдымға базар башлығы чықып қалды. Өз көзімге ішенмей қалдым. Өрдектек иғанлап келіп атқан бұл келаңсыз адам қамлаштырып бұрт қойып алған еді. Йықынлап келіп қарсам, хатасыз, біздің базар башлықы. Ассаламу алейкум, дедім мен оның алдыны торап. Базар башлығы тоқтап, маңа қарды да, сіз кім болысыз? Деді. 2 айның алдыда сізге бұртымның тарихini езіп апырып берген кіші болды мен. Шу чағда меңіміз қызып кетті, бір мұнша адамларыны аварчылық саптымыз. Шыларының ішіде сізін бар кенсіз да? Қармамсыз, еліқі кекеш әмімізді таң пара әкенді қыпты. Қайсы кекешіндейсіз? Аңлымыдыңыз мұ? Еліқі базарда пичақ көтіріп, адам қоғылған бұрытчу. Әсід о құшқанының қызметшісі екен. Құшқанының тоқ чақы бұзылып келіп, шөкені о қасапларының мал сойдыған пишақларын жығып, базарға чақлатқыла әкірген екен. Автобусда 3 янчықчы оны арағы еліп-еліп, қыстыған болып, янчықыдеке пұлларыны соқып апты. Кекеш пұлның жүткерлікені сезіп келіп, автобустың түшіпла елі қыларға есіліп апты. Я о олашқан хақы кепіні ұқтыр алмай, я елі қыларыны қойып әтмей, чың тұрып алғандың кейін, янчықчылар оны ұрып, құтылып қашмақчы бопты. Таяқ өткенден кейін кекеш мұ пышақ шықырыпты. Болған іш шу. Шөнчілік ішкендің? Шындақ, шөнчіліклі ішкен. Мен оны ағинамдың чалып пұчық аңлап алған тарыққа бағлап, чоңқыр ойынып кетіпті мен. Doktorlar bunu sözüme işip ketişke sileydi eкен. Yuqara rəhbərlik meni çaqırtıp, bir burutның işini dep, jimi burutni parakende qılıdığan qındaq başlıq sen, dep qattıqdan qıtledi. Xapı bolmaysız. Burutumға qarab, bayram bolup atamsız. Anlasam, bəzi rəhbərlər meni bazar başlıqı əzəldin burutqa 3 adamdı dep yürgedek. Rəhbərlərinin fikriga diqqat qılması olmaydı. Mana əmisi dep, mən mi burut qoyub aldım? Yarışıptı mı? Bazar başlıqı qeylallıq bilen hicaydı. Mən mi dərdimni içimge yutub hicaydım da, yarışıptı. Bəstingizge qaraganda burutыңa sәл kichik bolup qaptı. Bolsa, obdanıraq östürüp, qoluqыңızga yögüp alsыңız bolğudak, dedim. Pah, bu çaqçıqыңız qaltыс keldi de, dep daqmaq qollары bilen möremge urup qoyup ötüp ketdi o. Turgan ornumda turup qaldım. Bu bazar başlıqımı kir alğıға түшіп кетіп çörgülep atqanağa xeyli bolğan birnim ikende. Mundaq kelangsız adamlarını süzüp elip, aptapqı selip, qurutup, andın çuvup, başqıdın toqsa, xeyli ixcamlışıp qalatdım ekin. Degenleri xiyalımdın keşti. Öyge yıqınlap qalğanımda qoğdaş heyeti Ömercan'ı uçurap qaldı. Hey Ömercan! Dep varqırap toqtып aldım. Bolğan yeniliklardan xabarlandırıp mı qoymapsılar? Nemi yeniliklardan? Burut tızımlaydıgan iş əməldin qaptı. Bazar başlıqının mı özü burut qoyup aptı? Kimden anlыңlar? Mana hazır koçunun doqmışıda bazar başlıqının özünü gördüm. Nemi dedi? Burutum yarışıptı mı dedi. Yarışıptı, bəstingizge qarğanda sәл kichik bolup qaptı. Obdanıraq östürüp, qoluqыңızga yögüp alsыңız bolğudak, dedim. Ömercan qaqaqlap külüp ketdi de, bazar başlıqının burutu ösmeydigan burutlardan da, dedi. Nemi deydigan sizler, ösmeydigan qandaq burut o?
Сілі білмәмсілі, біздің базар башлықымыз туғымы көса. Бұл қетім әммісі оның көзге қолыны жүніп, зады, бұрты барлар саңа немі қылған, деп арамыны қоймағашқа, сәнәт өмегеден ашу бұртны тепіп әкіліп, тақып алды. Ömercan ketdi. Bolğan işlerini başdan ayaq köz aldımdan ötküzüp, yana bir haza turub ketdim. Şoncha yaşqa kiripmi, dunyoning qiziqligini tushunmabdiganman. Mana shu voqealar bo'lib o'tganga yerim yilchi bo'lib qoldi. O'g'lim kalpukining ustiga o'tgan kisidanmi yo'g'onroq bir yaqaloqni bekitib oldi. Lekin men burut qo'yishga hozirgacha petin olmay yuraman. Yani birare kelishmaslik yuz berib, bozor boshliqining sezimi eshib ketish kesili adab qolsa, uni jaburtini shaqqida elib, yonchuqaga selib elib, xiyoliga kelganda qilmaydi deb kim huddi qila olaydi? Tamam. 1990-yili G'ulchida yozilgan. Mikrofon oldida Nuriya Rahman. 2025-yili noyabr janvada unga elinib tayyorlandi.